Kengash. Qanaqa kengash? Eng professional. Har biri aniq yo'nalishga javobgar. Tashkiliy ishlarga so'roqqa qaraydi, qurol savdosi lazziyodan so'raladi, qimorxonalar tombalaji Mehmetga qarashli, janjalli ishlarni Testerenechmi va uni guruhi bajaradi. Albatta, ularning hammasi maxsus ismlar. Samuel Vanoni pul bilan bog'liq va tashqi masalalar bilan shug'ullanadi. Bu esa advokat Nezamettin Guvech, kengashning huquq ishlariga javobgar. Rasmiy gazetada chiqmasa, o'zi bostiradi. Pastdagi burchakda kim bor? Mehmet Qaraxonli, yana bir ismi Baron. Aloqalari? Juda ozg'in bo'lamiz. Tushunib bo'lmaydigan odam. Hududlarga bo'lingan hujra sistemasi bilan ishlaydi. Eng yuqorida kengash bor. Kengashning boshida esa Baron turadi.